Ko'pchilikni qiynagan o'sha savol, qanday qilib telefonda stream qilsa bo'ladi? Bu videomda men sizlarga hammasini noldan ipidan iynasigacha tushuntirib beraman. Sizlar mana shu videoga bitta laykni bosib, poddeshka qilib tursanglar, men videoga o'taman. Videoga o'tishdan oldin sizlarga bitta maslahatim, videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya beraman, chunki ayrim joylarga tushunmay qolishingiz mumkin. Biz YouTube'da short stream qilishimiz uchun aynan mana shu ilova kerak bo'ladi. Biz bu ilovani qayerdan topamiz? App Store yoki Play Marketdan yuklab olishimiz mumkin. Mening telefonim Samsung bo'lgani uchun menda Play Market bor. Men poistga Presem Live deb yozib olaman va ushbu ilova chiqib keladi. Ko'ryapsizlar, menda mavjud. Sizlar qiladigan ishlaringiz shuni yuklab olish bo'ladi. Yuklab olgan ilovamizga kirganimizdan keyin tepadagi nastroyka tugmasini bosib, shorts bo'ladi, bu lenta bo'ladi va ikkinchi tugmani bosib, bu yerda razmerlarni to'g'rilasangiz bo'ladi. Stream razmeri sizni PUBG akkauntingiz ko'rinishi razmeri bo'ladi. Bu reklama va Aliboy degan yozuvlarni ham to'g'rilashni o'z ko'rsataman. Plus tugmasini bosasiz, mana plus. Ko'rib tushunmaganlar uchun yaxshilab ko'rsatyapman. Va bizda yana bitta yangi funksiya bor. Bu mana yozuvlik aylanadigan grafik qilib ko'rsatib beradi. Bu menga vaqti kerak emas. Shaxsan uni ishlashi tushunmayman va biz mashqqa kirib olgan holda streamga banner tanlab olamiz. Cho'tki odamlarni qiziqtiradigan bo'lishi kerak. Menga mana shu banner yoqadi va pastga streamingiz qanaqa yo'nalishda bo'lishini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Короче, men lobby go deb yozib qo'yibman. Mana qo'yib qo'ysangiz ko'rinadi. Navbatdagi qiladigan ishimiz bu publika. Publika nima? Bu akkauntingizga mana silka orqali kirish, bu вообще yopiq va publika bu hammaga ochiq. Hamma kira oladi streamingizga. Bu belgilasangiz bo'ladi vaqtingizni bunda. Hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa va oxirgi qiladigan ishimiz mana go live. Shu tugmani bossangiz streamingiz 100% yonadi. Aytgancha sizlarga aytib qo'yay. Stream yoqishingiz uchun albatta 50 ta, kamida 50 ta obunachingiz bo'lishi kerak. Video sizga yoqqan bo'lsa like va obuna tugmasini bosib qo'yishni so'rab qolaman. Tushunmagan joyingiz bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yasiz. Hammaga rahmat.